ko'p holatlarda ko'ramizki, direktor vaqti bo'lmaganligi yoki buxgalter qo'shimcha vazifalar ko'pligi uchun birlamchi hujjatlar vaqtida rasmiylashtirilmaydi. Bu qanday oqibatlarga olib kelinishi mumkin? Agar soliq yoki boshqa tekshiruvlar bo'lganda, buxgalteriyaning birlamchi hujjatlari mavjud bo'lmaganda yoki yo'qotilganda yoki asos sifatida ko'rsatilishi kerak bo'lgan hujjatlar topilmaganda, foyda solig'idagi xarajatlarning chekirilmasligiga, olingan qarzlarning boshqa daromad sifatida ko'rsatilishiga va tannarxning noto'g'ri shakllanishiga sabab bo'ladi. Masalan, bitta tashkilot ikkinchi tashkilotdan qarz oldi yoki tovar uchun pul tushirdi. Lekin ushbu tashkilotda olingan pullari yoki qarzlari buxgalteriya balansida to'g'ri aks ettirilmasa yoki birlamchi hujjatlari, shartnomalari mavjud bo'lmasa, ushbu korxonani olingan pullari yoki olgan qarzlari soliq organlari tomonidan daromad sifatida qaralib, yashirilgan soliq sifatida baholanishi mumkin. Shu sababli birlamchi hujjatlarni to'g'ri, to'liq va o'z vaqtida qilinishi lozim bo'ladi. Agar sizga sifatli buxgalteriya xizmatlari yoki soliq maslahati kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.